Assalomu alaykum azizlarim, sizlar bilan Shozixon Abbasxonova va Faberlikdagi zakozni ko'rib chiqamiz va orada nima uchun Faberlik zakazlarini odamlar olyapti, nimaga ishlatyapti va qanday mahsulotlar hozir ko'p sotilmoqda gaplashib ketamiz orada. Hozir aksiya ketayotgani uchun salomatlik ballaridan juda ham va bizda O'zbekistonda ko'p talab bo'layotgan mahsulot kollagen bo'lyapti. Даже e'tibor qilgan bo'lsangiz, skladda ba'zida qolmay qolyapti va hozirgi rasprodaja narxlarida 259 ming so'mdan kuponingiz bo'lsa, kuponga kollagenlarni beryapti. Mana bu magnezium kollagen ham, marina kollagen ham 259 ming so'mdan ichki narxi plus yo'l kirasi bilan bizda 260-270 mingga to'g'ri kelyapti. Shunaqa farqi nimada? Mana bu marina kollagen tirsaklarimiz, oyoqlarimiz og'riganda ichiladi. 2-3 upakovka ichgandan keyin ertalab sezasiz, что oyoqlaringiz og'rimay qo'ydi, qirsillamay qo'ydi. Ayniqsa kim ko'p fizический упражнение qiladi, kim namoz o'qiydiganlar biladi oyoqlari og'rish qanaqa bo'lishini. Yoshi kattalarga ham beriladi. Mana bu kollagenning ichida esa vitamin C dan tashqari bu ham o'sha oyoqlarga hammasiga hamda bu asablarni tinchlantirib beradi. Kim asabiy bo'lsa, o'shalarga beriladi. Tak, yana nimalar olgan edim? Hozirda yuzi quruqlar uchun tonalka SPF'li, mana bu Gyalurron seriyasidan bor. Bu antivozrastnoy qizlar, anti-age hisoblanadi, naturalniy effekt beradi va yuzimda ko'rayotganingizdek aynan mana shu tonalka surilgan. Nima uchun? Quruq yuzga beramiz, обязательно. Quruq yuzdagilar effektini zo'r deyishdi, yog'li yuzlarga unaqa tushmadi. Поэтому ham SPF, ham ichidagi anti-age effekti, ham yuzni tekis qilib berishi uchun yoqtirdi. 140 mingdan chiqadi, kuponga 125 mingdan chiqdi qizlar. Ishim mana bu tonalka, bu stoyki tonalkalardan biri 68-15, skidkada 85 mingdan chiqadi. Bu tonalka stoyki bo'ladi. Cho'milishga borsangiz ham, kechasi to'yga borsangiz ham sizga hech narsa qilmaydi. Makiyajni qanday qilgan bo'lsangiz, o'sha makiyaj bilan qaytib kelasiz. Mana shu tonalkani yaxshi ko'ring. Buni ranglarini agar o'zingizga topib olsangiz, moslab, sizdan baxtli odam bo'lmaydi. Bu ham quruq ham yog'li yuzlarga tushadi. Quruq yuzlarga ishlatganda avval kunduzgi krem surtishingiz shart. Salomatlik narsalaridan sizlarga ko'rsataman. Bunaqa chiroyli narsalar ko'rganmisizlar? Так, Black Walnut bu черный орех. Agar odam organizmida parazitlari bo'lsa, vaspaleniyalar tez-tez bo'layotgan bo'lsa, to bu kattalarga 3 ta kapsuladan ovqat vaqtida ichiladi. Bu agar siz juda ham ozib ketayotgan bo'lsangiz, ichingizda har xil jonzot, hayvon, patogenli flora borligini bilsangiz, mana shu черный orexni ichsangiz bo'ladi. Вообще zo'r narxda chiqqan, 148 mingdan. Bu yerda 1 oylik doza berilgan. Bu qo'shimcha ozuqaviy mahsulot. Bu organizmimizga как produktdek kiradi, lekin ta'sir qilishi juda kuchli. Mana bu narsa esa poda arko, muraviyное дерево deyilgan ekan. Men buni birinchi olib ko'rishim, bu bizda immunitetni ko'tarib beradigan mahsulot. Ichida 90 ta kapsula, kuniga 3 tadan ovqat vaqtida beriladi. Tuberoza immuskus, bu badan uchun krem. Men oldin juda ham kam badan uchun krem ishlatardim va hozir ko'p ishlatishni boshlagandan keyin bitta narsani tushundim qizlar. Agar sizni badaningiz yaltirashini xohlasangiz, bilasizmi, ba'zi odamlarga qarasangiz teri boshqacha chiroyli turadi-yu, cho'milib chiqqandan keyin, badaningiz qurigandan keyin krem surtsangiz, badaningiz boshqacha yaltirab chiroyli bo'lib shundoq o'zingizga yoqib ketadigan bo'ladi, uzoq vaqt hid qoladi. Aynan mana shu Aromeo seriyasining kremlarida sezdim, hid uzoq vaqt qoladi. Даже keyinchalik terlasangiz ham sizdan приятный hidlar keladi. Va qizlar hidi zo'r. Mana shuni aynan spreychasi ham bor. Ba'zida krem surtgiz kelmaydi. O'sha vaqtda bu spreydan shunday badaningizga sepib olasiz. Badaningiz aynan обязательно qizlar toza badanga sepamiz. Ichida ozgina yaltiroqlari bor buni. Kremda yo'q yaltiroqlar. Yaltiroqlari bor. Aynan tuberoza bu gulni hidini beradi. Ichida vitaminkalari bor, rosa ham ko'p. Ham badanga oziqlantirish, ham chiroyli teri bo'ladi. 3 marta krem ishlating, 3 marta cho'milgandan keyin 2 kun orasida teringizda o'zgarishlar sezasiz. Spreyni har kunga ishlasa ham bo'ladi.
Tak. Chiroyli narsalar. Oh, qizlar sotib olishga ulgurgan narsam bor. Juda ham sotib olishga 3 oydan beri sotib olishga ulgurmayotganim bu Mia Inazitol. Inazitol nimaga yordam beradi? Gormonal o'zgarishlar sizda bo'layotgan bo'lsa, gormonal o'zgarishlar normaga keltiradi. Keyin agar sizda yuzingiz o'ta yog'lanib, o'zidan o'zi uglelar chiqib ketishni boshlagan bo'lsa, ba'zi odamlarning yuzida soqolcha chiqib qolishi mumkin yoki sochlari dag'allashib, nima deydi, har xil zonalardagi sochlari dag'allashib o'zgarib ketishi mumkin. Asabiy bo'lib qoladi ko'p ayollar. Mana shu Mionazitol ichiladi. Chunki bular gormonal o'zgarishdan bo'ladi. Mionazitol ham erkaklarga ham ayollarga tavsiya beriladi. Gormonalni normaga keltiradi. Keyin bitta zo'r narsasi bor. Buni ko'pincha ayollar biladi. Agar siz homiladorlikka nima deydi, tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, to siz Mionazitol ichishingiz kerak. Mionazitol plus foliyaviy kislota beradi ginekologlar, vrachlar, akusherlarda 1 ga 40. Mana 1 ga 40 dozirovkada Inazitol. Короче, zo'r narsada hamma ichganlar maqtadi. Men hech ola olmasdan shu 2 choyda endi sotib oldim. Siz ham olishingiz mumkin. Короче, skidkada olsangiz bu sizga где-то 320-350 larga tushadi. 360 ga tushishi mumkin. Lekin menga masalan olganda olsangiz, men buni skidkaga oldim, shu bilan tugab qoldi. Men 265 mingga oldim, plus yo'l krasmisi 275 mingga to'g'ri keladi. Ay, nimalarim bor. Sabilnik qizlar shunday meni qutqarayotgan narsa bo'ldi. Sabilnik krem bu badaningizda og'riqlar paydo bo'lganda ishlatiladi. 36 ming so'mdan turadi. Masalan, siz bir joyga bordingizda, to'yda maza qilib o'ynadingizda, ertalab oyoqlaringiz og'riyapti. Yoki o'sha kuni oyoqlaringiz shunaqangi og'rishni boshlab, tunda uxlay olmayapsizmi? Shundoq mana shu sabilnikni olasiz, oyoqlaringizga surtasiz. Yoki kuni bilan yurgansiz oyoqlaringiz og'riyapti, yoki yosh katta onalaringiz bor, dadalaringiz bor, qanaqadir огородda ish qildi, oyoqlari og'riyapti, bellari og'riyapti, masalan, beyoqlari og'rib ketishi mumkin. O'sha vaqtda mana bu rastirkani olamizda, bu mayz bo'ladi, buni surtamiz. Menda shunaqa holat bo'ldi, cho'mishga borganimizda maza qilib ertadan kechgacha suzdim, keyin ertasi kuni hamma joyim og'ridi. Mana shu aynan sabilnik menga yordam berdi og'riqlar qolishiga. Buni ozgina olib solamiz. Ba'zilar bilasizmi, kapsikam surtadi-yu, u rosa achitadi. Bu unaqa achitmaydi, hidi bor ozgina buniki. Keyin ozgina shunaqa yumshoq isitadi, siz maza qilib uxlaysiz. Bu yerda maslahat beraman, kim oyoqlari og'risa yoki kimdir mashinada yurib qo'llarini shamollatib qo'ygan bo'lsa, bellarini shamollatib qo'ygan bo'lsa, rastirka sabilnik yordam beradi. Meni ba'zi klientlarim bor, ular 6 tadan sotib oladi, mendan borib turib yana yaqinlariga sotadi yoki ularga sovg'a qiladi. Shunaqangi zo'r mahsulot. Ayni 36 ming so'm qizlar, qatta qolib ketmaydi. Tak, yana nimalarimiz bor? Yuz uchun kislorodli krem bor. Bu kislorodli kremni doim zapasda olaman, zapasimiz tugab qolibdi. Bu nimaga yordam beradi? Agar sizni yuzingiz quruq yoki tushunarsiz, yog'li yoki quruqligini tushuna olmayotgan bo'lsangiz, normal bo'lsa, yuzingizga juda ham yaxshi namlash beradi. Namlash nima uchun kerak yuzimizga? Chunki namligi qochgandan keyin odamda ajin tushishi boshlaydi. Bilasiz-ku, uzum bilan mayizni farqini. Uzumni suvi qochsa mayiz bo'ladi, bujmayib qoladi. Terimiz ham xuddi shunaqa. Bu terimizdagi namlikni saqlaydi, terimizga kislorod beradi. Terimiz nafas olgandan keyin terimiz yorqin, chiroyli bo'ladi. Yuzingizda nuqtalar taralib turgandek chiroyli bo'lasiz. Aytaman, bu Oxiology такой universalniy, qizlarga 14 yoshli qizlarga ham, 16 yoshli qizlarga ham, 50, 60, 80 yoshli ayollarga ham bersa bo'ladigan Oxiology kremi. Yoqimli, surtganingizda yopishmaydi. Kunduzgi kremini makiyajdagi baza sifatida ham ishlatib ketsa bo'ladi. Juda ham muhim shunisi. Keyin xuddi shu seriyani qizlar o'zini umvalkalari bor. Ko'rsataman. Молочкоsi bu yuzi quruqlarga makiyajni yechishga ishlatiladi. Keyin nima bor? Nejniy tonika bor.
aslida yuzni yuvgandan keyin makiyajni yechdi, yuzni gel bilan yuvdi, yaxshilab yuzi toza bo'lgandan keyin hech qanaqa makiyaj qilmaslik kerak uxlashga yotganingizda, chunki yuzingizdan makiyaj qolib ketsa, bir kuni makiyaj bilan uxlasangiz yoki makiyaj qolib ketgan yaxshi yuvilmagan bilan qolsangiz, siz 10 kun yuzingizni yuvmaganga teng, bir kun uxlab qolish. Tushundingizmi? Shuning uchun doim yuzni yaxshilab yuvish kerak. Yuvgandan keyin toner ishlatish kerak. Tonerni yuzimizdagi yana namlik balansini qaytaradi. Yuzimizdagi krem yaxshi singishiga yordam beradi. Bu ko'plar oddiy suv deb o'ylaydi. Bu oddiy suv emas. Bu oddiy sehrli suv. Kremingizni zo'r ishlashiga yordam beradi. Va xuddi shu seriyadan qizlar Oxyology kremini olganman, skrabini olganman. Bu yog'li yuzlardagi shulusheniya, qavat-qavat bo'lishini olib tashlaydi terini tozalash uchun. Qora tochkalarni ham ketkazayotganda odamlar skrabdan foydalanib, yuzingizni zo'r tozalab beradi. Terimiz har 20 kunda yangilanadi va o'sha yangilangan qismini agar olib tashlamasangiz, tonalka surtganingizda yuzingiz g'adur-budur bo'ladi. Ko'rinadi hammasi, tonalka tekis yotmaydi va yuzingizda yorqinlik bo'lmaydi agar siz yuzingizni tez-tez tozalab turmasangiz. Keyin tez-tez tozalanmagan yuzga krem yaxshi sinmaydi qizlar. Juda ham muhim narsa. Sizlarga qisqacha aytib ketyapman. Yana kremlardan bo'lsin, SPF'larni oldim birlikdan. Qizlar, men bu yil juda ham kam SPF ishlatdim va shunga afsus qilaman, chunki qorayib ketdim. Qizlar, ko'ryapsizlarmi? Betim bilan qo'limni farqini ko'ryapsizlarmi? Bu shunchaki emas, chunki men betimga tonalkamda хотя бы SPF'im bo'lar edi. SPF'ni kichkinasini olgan edim, katta stik ko'rinishidagi uni faqat betimga surtardim. Natijada qo'lim menda shunaqa shokoladniy bo'lib qoldi, yuzim esa oppoq. Hammasi bu yil men SPF ishlatmaganim sababli. Lekin ko'rayotganingizdek terim rangi chiroyli. Sababi men mana bu Aramiyoni kremini surtyapman. Qizlar, даже quyoshda kuyib kelsam ham, cho'milgandan keyin mana shuni surtyapman. Natijada shunaqa terini kuygan bo'lsa ham, qo'raygan bo'lsa ham shunaqa chiroyli rangga ega bo'ldi. Qizlar, to'g'ri zagar desa bo'ladi buni, lekin baribir ozmuncha bo'lsa ham harakat qildim SPF'ni sepadiganini ishlatishga. SPF 50 qizlar, qorayib ketmasligingiz uchun, oppoq bo'lib qolishingiz uchun, даже eng issiq joyda hamma qorayib ketgan vaqtda ham siz oppoq bo'lib qolishingiz uchun SPF ishlating. SPF 50 lar sizni ertalabdan kechgacha himoya qiladi. Buni bemalol surtib chiqib ketsangiz bo'ladi. Faberlikdagi SPF'lar men O'zbekistondagi eng zo'r SPF'lar deb bilaman, chunki qancha SPF ishlatgan bo'lsam, bu menga eng qulayi bo'ldi. Himoya bo'yicha eng zo'ri chiqdi. Qanchasini ishlatib ko'rgan bo'lsam ham, aynan bu SPF'larni surtaman. Qayerga qo'lim tekkan bo'lsa, o'sha joylari oq qoladi, qo'lim tegmagan joylari quyoshda qorayib ketadi. Shunaqangi effekt ko'rinadi-da Faberlikda. SPF'larida kodini aytayin sizlarga 12081 hozir skitkada 82 ming so'm. 82 ming qatta qolib ketmaydi-da. Zato sizga bir sezon ishlab beradi-da. O kashtan mahagoniy men yaxshi ko'rgan kraskam qolmagan ekan, sochimni qoraroq rangga bo'yashimga to'g'ri keldi. Men ayni ekspert kraskalarni, soch bo'yoqlarini yaxshi ko'raman. Sababi bular sochlaringizni to'kmaydi. Uzoq turib beradigan kraska shuncha-munchaga yuvilib ketmaydi. Sochlaringiz qalinlashishni boshlaganda sochlaringiz tirikligini ko'rasiz. Instruksiya bo'yicha ishlatish kerak. Buni 30 minutga ishlatiladi. Surtasiz, 30 minut turasiz, keyin yuvib tashlaysiz. 40 minut, 50 minut, 1 soat, 1,5 soat turish kerak emas. Kerak emas. 1 soatda ishini qiladi. Yarim soatda ishini qiladi. Yuvib tashlaysiz, sochingiz tirik bo'ladi. Agar sochingizni qoldirib tashlasangiz, bu vaqtga kraska undan-da yaxshi inadi deb o'ylaganingiz xato. Yarim soat o'zim instruksiyasida yozilgandek qilamiz. Buni bekorga olimlar ishlab chiqarmagan. Intim gellar qizlar, intim zonalarimizni yuvish uchun bu gel. Bu gelga даже ba'zi odamlar yuzlarini yuvadi. Buni gellar dushalari, kremlari bor. Juda ham hidi, приятный, atirga o'xshaydi. Intim zonalaringiz yuvganingizda приятный hid bo'ladi. Hidlarni yo'qotishga yordam beradi. Keyin ko'p tahorat qiladiganlarga maslahat beriladi. Intim zonalarni sovun bilan yuvib bo'lmaydi, chunki ularni kislotность darajasi turli xil bo'ladi va turli kasalliklar kelib chiqishi, yaralar paydo bo'lishi, sassiq hidlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun doim intim gellarga yuvininglar deydi. Hattoki ginekologlardan ko'p eshitasiz, intim gelga yuving deb aytadi. Tak.
Chunki bilaman, ginekologlar bizdan o'zi ko'p sotib olishadi esim keldi. Shundan bilaman. Atirlarim ham bor bu zakazda. Такой adrenalin мужской atiri. Bu atir o'ziga ishongan, такой drive'ni yaxshi ko'radigan erkaklar uchun tavsiya qilaman. Sal o'tkirroq, ko'proq даже yoshlarga tavsiya qilaman desam bo'ladi. Yuragi qaynoq, hayotni yaxshi ko'radigan odamlarning atiri adrenalin. Bekorga nomi adrenalin emas, Agizur. Agizurni e'tibor qildim. O'ziga ishongan erkaklar ko'p oladi. Tarjimasi ham jasur erkak deb tarjima qilinadi-da. Такой turetskiy seriyadan juda ham ko'p sotiladi. Ko'p odamga yaxshi ko'radi. Agar siz sotmagan yoki sotib olib ko'rmagan bo'lsangiz, agar siz klassik hidlarni yaxshi ko'rsangiz, katta mansabdagi insonlar bo'lsa atrofingizda, ularga to'g'ri keladigan atir. Yana oldindan o'tib keta olmagan narsam, qizlar skidkaga Vent dezodorantini beribdi. 37 ming so'mdan beribdi. Vent o'zi Vent seriyasining atirlarini yaxshi ko'raman. To'g'ri sepgani uncha sezilmaydi, lekin o'ziga rom qiladigan atirlar. Sevaman buni, juda ham yaxshi sotaman, klientlarim yaxshi ko'rishadi. Такой narsa. Так, и Fericoe Sensual'ni duhi varianti. Qizlar, bu ekstra duhi varianti. Katalogda skidkada 266 mingdan chiqqan. Bu super shokolad narx. Поэтому olinglar buni 266 dan ko'rganlaringda. Biz O'zbekistonda Fericoe Sensual atirini sevadi aholi. Chunki buni ichida spetsiyalar bor. Bilasizlar, такой ziravorlar bor, ozgina shokolad, ozgina shirinlik, bu quruq shirinlik, odam me'dasiga tegmaydigan shirinlik. Sizlarga bitta narsani aytib beraman. Xudoyga bordim. Endi bilasizlar, 40 chiqqanda odam ko'p odam yig'iladi. Keyin bitta endi qarindoshlar bilan xayrlashyapmiz-da, bitta ayoldan sezyapman, ko'p kiygan, ko'zlarida yosh, lekin atir sepgan ekanda shunaqangi yoqimli kelyapti-da. Aytdim, odamlardan приятный hid kelib tursa, hattoki marakada odamga yoqar ekan dedim-da. Hamma yig'i-sig'i bo'ladi, odam kuyinadi ichidan, lekin odam ухоженный bo'lsa, o'ziga qarasa, odamdan приятный hid kelib tursa, sasimizda qanchalar yaxshi-da, qanchalar chiroyli. Mana shu biz klimatimizga, biz ob-havomizga shunaqa idealni tushadigan atirlardan biri. Bu ekstra duhi varianti nima bilan farq qiladi? Bu uzoq turadigan bo'ladi. Ekstra duhi bu oliy navli duhi hisoblanadi, qizlar. Поэтому bular sal qimmatroq. Nargisi sizda 150 mingdan, 180 mingdan, 190 mingdan chiqsa, bu sizda hech qachon 266 mingdan pastga chiqmaydi. Поэтому даже 300 mingdan ham bemalol sotasiz. Ekstra duhi bu oliy navli duhiligini eslab qoling. Zakazlarim shunaqa edi. Bundan tashqari sizlarga maqtanaman dedim. Bilasizlarmi nima oldim Fagerlikdan? Mana shunaqa menga sovg'a keldi. Bu brilotchik salomatlik ballarini 30 baldan 8 katalog, 30 baldan ko'p 8 katalog qilganlarga beriladi. Xursand bo'ldim kelganda. Bu brilok Fagerlikdan 4 yaproqli beda. Butun dunyoda 4 yaproqli beda такой omad keltiruvchi narsa deyiladi. Shunaqa gap bor-da, endi omadni Xudo beradi, lekin shunaqa gap bor. Siz omadli inson, такой bildirib turuvchi narsa, rosa chiroyli qizlar. Bu orqasida Faberlik yozuvi bor ekan. Kimga kelgan bo'lsa, kelgan deb yozib yuboringlar. Xursand bo'lib ketyapman sizlarga ko'rsatib. Omad kaliti ham kelgan edi o'sha aksiya bo'yicha. Yaxshi ko'rdim. Qaranglar, chiroylisini yaxshi ko'rdim. Bitta rasprodajadan vodolaskalar chiqdi. Agar rasprodajani ko'rgan bo'lsalaring, vodolaskani olinglar, maslahatim. Men uni ushulga olib borib qo'ydim. Juda ham qulay. O'qishga chiqadigan qizlaring bo'lsa, o'zlaring ishga boradigan bo'lsalaring, yoki kostyumdagi yoki kimdir shimga shimarib kiyadigan vodolaskalarni yaxshi ko'rsangiz, rasprodajada chiqqan, hozir ko'rsatib beraman. Oldin mana bunaqa vodolaskalar bor. Yangi mana bunaqa bo'lgan. Modelda qizlar chiroyli turmagan rasmda, shuning uchun odamlar og'isi kelmadi deb o'yladim. Lekin qizlar 95% viskoza ekan, rasmini qoldiramaslikka ko'rishlaring uchun, o'zlaringiz zakaz qilishlaring uchun saytdan
sifatga gap yo'q. 95% viskoza bu degani sizga juda ham qulay bo'ladi. Aynan hozir kuzda kiyishingizga ham kostyumdagidan ham o'zini kiyishga qulay. Zakaz qilinglar. Faberlicdagi moda yo'nalishdagi narsalarni ham ko'rib turinglar. Skidkada chiqqanda bemalol olib ishlatinglar. Viskoza bu tanaga juda ham yoqimli bo'lgan mato. Siz uni kiyganingizdan keyin yechgingiz kelmaydi, men garantiya. Chunki men shunaqa kiyimlarim bor Faberlicdan olgan. 95%, 100% viskoza. Men uni kiysam hech kim kelmaydi. Mendan ustimdan yeshtirish qiyin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Faberlicdan kim qanaqa zakazlar olayotgan bo'lsa, to'sha bo'lishinglar. Agar Faberlicga a'zo bo'lib turib, siz ham mahsulotlarni skidka bilan olishni xohlasangiz, menga raqamimga yozib turib yoki qo'ng'iroq qilib ro'yxatni o'tib, siz ham Faberlicdan mahsulotlarni arzon olishingiz mumkin. A'zo bo'lgan qizlardan esa, конечно, kommentariylar kutaman. Sizlardan nima yaxshiliklar bo'layotganini ham yozib qolishlaringni xohlar edim.